Salam qadirli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Menlar bir hafta yaxshi o'tkazinglarmi? Bugun biz olamning yaratilishi 31-bobni ko'rib o'taylik dedik. Balkim mush hafta, ya'ni ba'zan jamoatlar balkim molosol bayrami o'tkazishi mumkin. Ba'zanlar allabirun o'tkazib bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni molosol bayrami deganimiz, ya'ni bir yildagi eng oxirgi molosol, ya'ni barliq molosollarning ondan birini elib, ya'ni Xudoning huzurida, Xudoning oldida shodlanadigan bir kun. Ya'ni ko'nakda qarasanglar, barliq bayram, bayramlarga oid nihoyatda tushundirdi. Lekin buni davlatlarga, ba'zi davlatlar, boshqa bir davlatlar, masalan Yevropadagi boshqa davlatlar bo'lsin yoki Amerika, Kanadadagi davlatlar bo'lsin, shu joylarga, ya'ni xush xabar yetkazilib shu joylarda tunchqat meni xush xabar yetkazilib jamoat qurilganda, dastlabki shu jamoatlar o'zlarining, ya'ni dastlabki shu jamoatlar shu joylarda, shu rayonlardagi ahvolga qarab bekitgandan keyin hozirga qadar o'zining an'anasi bo'yicha ba'zilar bo'lsa 10 oyning oxirgi haftasi, ba'zilar bo'lsa 11 oyning 2 haftasi yoki 3 haftasi shundaq bo'libmi Amerika va Kanada taraflarida buni davlatlarning an'anaviy bayrami, uch cho'ng bayramdan biri deb bekitganligi ma'lum. Boshlanishi bo'lsa shu o'rta asrlarda, ya'ni dastlabda shu joylarga borgan shu jamoatlarniki an'anasiga asoslanib, hozirgi jamoatlarning shu molosol bayrami, ya'ni Thanksgiving Day deb turib bekitgan kunlar bor. Bu ya'ni Yevropada, Germaniyada, Shvetsiyada, shu taraflarda, ya'ni o'xshamagan kunlarni bekitgani ma'lum. Masalan, Germaniyada 9 oyning oxiri qilib bekitganlari ma'lum. Angliyada bo'lsa-mu, ya'ni o'zining nimasi ahvoliga qarab bekitganligi ma'lum degan o'xshash. Ya'ni har qaysi davlatlarning o'xshamaydi. Qisqasi bu bayramni, ya'ni Thanksgiving Day, bu bizga nisbatan bu bir molosol bayrami. Shu molosol bayramini qisqasi sizlarning haqiqiy Xudoning bu molosol bayramini bizga bergandagi haqiqiy ma'nosi, Xudoning haqiqiy maqsadi nima deganlarni cho'nqur tushunib o'tkazishinglar tilakdoshman bo'libmi. Balkim ba'zan bizim burun o'tkazatdik-da, burun mayli vatandagi vaqtlarda bo'lsin, ishki vaqtlarda biz Uyg'urlarning o'zimizning mustaqil jamoatimiz bo'lmagandan shu vaqtlarda, ya'ni sirtdan boshqa jamoatlarning nimasi bilan kirgan an'anasini, boshqa davlatning an'anasiga ergashib turib, mevchi va sayko'ytatlarni ko'tarib olib shu duo qilib, oxirsida birga o'xshagan tomoqlarni yeb o'tkazgan kunlari mening esimda. Shu sizlarga demoqchi bo'lganim, shunday kunda Xudoning haqiqiy bu molosol bayramini o'tkazinglar deb turib bizga buyruq qilgandiki, haqiqiy ma'nosi, maqsadining nima ekanligini sizlarning cho'nqur tushunib yetib, bu bayramni shakl jihatdan yoki jamoatchilar yoki bosh yetakchilar o'tkazimizgan deb emas, balki haqiqiy ma'nosi, ahamiyati bilan cho'nqur tushunib o'tkazishinglarga tilakdoshman. Ma'qul qarindoshlar, bugungi biz olamning yaratilishi 31-bobni ko'rib o'taylik. Oldi bilan olamning yaratilishi 31-bobni bir qatim o'qib chiqaylik. Olamning yaratilishi 31-bob. Yaqub Labanning o'g'illarining atimizning butun mol-mulkini Yaqub bo'lib oldi, uning butun boyligi bizning atimizga taalluq deganligini anglab qoldi. Yaqub o'zimi Labanning burunqidek do'stona muomala qilmayotganligini sezdi. Bu chaqda Parvardigor Yaqubga: "Sen ota-bobong yashagan yurtingga, ya'ni urug' tuqqanlaringning yeniga bor. Men sana yor bo'laman" dedi. Bunun bilan Yaqub Rahila bilan Liyahga odam avatib, ularni o'zi qo'y boqadigan yerga kelib, o'zi bilan ko'rishni buyurdi va ularga: "Dadanglarning menga burunqidek do'stona muomala bo'lmayotganligini sezyapman. Lekin otam e'tiqod qilib kelgan Xudo menga yor bo'lib kelmoqda. Sizlarga ma'lumki, men butun kuchim bilan otanglarning xizmatini qildim. Lekin u meni aldab, ish haqqimni 10 qatim o'zgartdi. Garchi u shunday qilgan bo'lsa-mu, Xudo uning menga ziyon yetkazishiga yo'l qo'ymadi.
Laban chipar mallar sening ish haqqing deganda butun mallar chiparot qo'zitug'di. Tag'il mallar sening ish haqqing deganda butun mallar tag'il tug'di. Shuna qilib Xudo atanglarning mallarini manga elib berdi. Bir qatim qo'ylar juplashadigan mezgilda men bir tush ko'rdim. Tushimda juplashayotgan erkak o'shkalarning hammasining tag'il yoki chipar ekanligini ko'rdim. Xudoning farishchisi tushimda "Ey Yaqub" dedi. Men "Labbay" dedim. U "Qara, juplashayotgan erkak o'shkalarning hammasi tag'il va chipar. Mening bunday qilishimning sababi Labanning san qilganlarining hammasini ko'rib turdim. Men bo'lsam baytalda sana ko'ringan Xudodirman. Sen u yerda bir toshni menga atab xotira qilib tiklading. Uning ustiga yog' qo'yding va u yerda menga qasam berding. Endi sen o'z yurtingga qaytib ketishga hozirlan" dedi. Rahila bilan Liya Yaqubga mundaq javob berdi. Biz bir atımızın birer narsa maras alalmaymiz. O bizni talaning ademi deb qaraydi. O bizni satdi ve bizning to'yliqimizni yeb ketdi. Xudo bizning dadimizdan sizga elib bergan boyliq asli dadimizga emas, balki bizga va bizning farzandlarimizga mansub. Xudo sizga nima degan bo'lsa, shuni qiling. Bunun bilan Yaqub Qananga, ya'ni otasi Isahning yeniga berishga hozirlandi. U ayollari, bola-chaqalarini to'giga mindirib, butun mol-varollarni haydab, o'zining paddan aramdan to'plagan mol-mulklarni elib qochib ketdi. Rahila otasi Labanning qo'y qirqig'iga ketganligidan foydalanib, uning butlarini elib o'g'irlab oldi. Yaqub Labanga o'xtirmay o'g'irlikchi yo'lga chiqdi. U o'zining barliq ta'lluqotlarini elib, aldarab qochib, Firat daryosidan o'tib Gelad idiliga qarab ravon bo'ldi. 3 kundan keyin Labanga Yaqubning qashqanligi to'g'risida xabar yetdi. U o'z tuqqanlarini elib Yaqubni qo'g'ladi hamda 7 kundan keyin Gelad idiligida Yaqubga yetishdi. Shu kuni kechida Xudo Labanning tushida ko'rinib, uningga ehtiyot qil, Yaqubga to'sqinlik qilma dedi. Yaqub chidirni Gelad rayonidagi bir tog'ning ustiga qurgan edi. Laban va uning tuqqanlari Yaqubga yetishib chidirlarni shu atrofga tikdi. Laban Yaqubga "Sen nima uchun meni aldab qizlarimni asirga o'xshash elib ketding? Nima uchun gap so'z qilmay o'g'irlik chiqashding? Agar sen menga uqtirib qo'ygan bo'lsang, men seni cho'qim xo'shal xoramliq bilan chiltar chelib, naqsh aytib, taqidunbaq ichida uzitib qo'ymamdim. Eng bo'lmaganda menga navrlarim bilan qizlarimni so'yib uzitib qo'yish fursatini bermading. Bunda qilishing bekmi ahmoqlik bo'ldi. Aslida adibingni beradigan kuchim bor edi. Lekin tunugin kecha atang e'tiqod qilib kelgan Xudo senga to'sqinlik qilmasligimni aytdi. Men o'z yurtingni sevganligingni, oilangga qaytmoqchi bo'lganligingni tushunaman. Lekin mening butlarimni nimishga o'g'irlab qo'yshding dedi. Yaqub uningga "Men sizni qizlaringizni qo'limdan zo'rlik bilan tortib ketarmikin deb o'ylab intayin qo'rqib qochgan edim. Lekin butlaringizga kelsak, butlaringiz kimdan chiqsa shu tirik qolmasin. Tuqqanlaringiz guvoh bo'lsin. Qo'limizda o'zingizga tava nima topsangiz shuni elib keting" deb javob qaytardi. Chunki Yaqub Rahilaning otasi Labanning butlarini o'g'irlab olganligini bilmaydi. Laban aldı bilan Yaqubning chidiriga kirib aqturdi. Keyin Liyah va ikki dedekning chidirlariga kirib aqturdi. Biroq hech nim topolmadi. Ondan u Rahilaning chidiriga kirdi. Rahila otasining butlarini to'gidagi xurjiniga yo'shirib qo'yib, o'zi ustida o'tirib olgan edi. Laban chidirni aqturib chiqib, hech narsa topolmadi. Rahila otasiga "Xafa bo'lmang dada. Men ay ko'rib qoldim. Oldingizda o'ri turg'idek holim yo'q" dedi. Labanning aqtirmagan yeri qolmadi, lekin butlarni topolmadi. Buning bilan Yaqub darg'azab kelib Labanga mundaq dedi: "Siz mening kaynimdan shuncha qo'llab kelgudek men zodi nima gunoh qildim? Qaysi qoid nizomga xiloflik qildim? Butun yuktahlarimni aqtirib chiqdingiz, zodi biror narsangizni topdingizmi? Qani uni chiqarib sizningmi, meningmi, tuqqanlarimizning oldida ko'rsating." Ko'pchilik ko'rib beqib aramizda kimning haq, kimning nohaqligiga hukm qilsin. Men sizning yeningizda bo'lgan 20 yil ichida qo'y o'shkilaringizdan bola tashlaganimmi yo'q? Birarisini yeginimmi yo'q? Yirtqich hayvonlar o'ltirayotgan qo'ylarni sizga akilib ko'rsatmay, o'zimning qo'ylarimdan saplab qo'ydim. Kechisi bo'lsin, kunduzi bo'lsin, qo'ylarni o'g'ri olsa menga to'latdingiz. Men hamisha kunduzi issiqning dardini tarsam, kechisi sovuqning dardidan kechich ko'zimni yuma olmadim. 20 yildan buyon sizga mana shunday ishlab keldim. Ikki qizingizni elish uchun 14 yil
Padalar üçün 6 yıl işildim. Şunda bolsumu iş haqqımni 10 qatam özgartdingiz. Boğam İbrahim itqat qilgan, atam İsaq ixlasman bo'lib kelgan. Xudo manga yar bo'lmagan bo'lsa, siz meni cho'qim quruq qo'l qaytirgan bo'lardingiz. Lekin Xudo mening dardimni, jabbaliq ajrimni ko'rib, tunuginggacha sizni aybladi. Laban Yaqubga javoban: Bu qizlar mening qizlarim, bu balalar bo'lsa mening navrlarim. Qo'ylarmi mening qo'ylarim, ko'z oldingdagi narsalarning hammasi mening. Men qizlarim bilan navrlarimni elib qololmagandan bizning bir kelishim tuzgunimiz tuzukda turdi. Tuzgan kelishimimizni unutib qolmasligimiz uchun bu yerga tosh dövlayli dedi. Shuning bilan Yaqub qo'liga cho'ng toshni, bir toshni elib uni tiklab qo'ydi va tuqqanlarga tosh yig'dirib dövü qilib qo'ydi. Keyin ko'pchilik tosh dövüsining yanida tamoq yeyishdi. Laban o'z tilida bu yerni Jegar Sahaduta deb atadi. Yaqub o'z tilida Gelaad, ya'ni kelishimni eslatan döve deb atadi. Laban Yaqubga: Buningdan keyin bu tosh dövüsi ikkimizning o'rtasidagi kelishimni eslatish xotirasi bo'lsin dedi. Mana bu u yerning Gelaad deb atalishining sababidir. Laban yana: Biz ayrilgandan keyin Parvardigor ustimizdan kuzatib tursin dedi. Shunga bu joy Misbah, kuzatish munari deb ataldi. Labanning kaynidan: Agar sen qizlarimga yomon muomala qilsang yoki ularning ustiga xotin olsang, boshqalar bilmagan taqdirdami esingda bo'lsinki, Xudo bizni kuzatib turadi. Men ikkimizning o'rtasida bu toshlarni davildim. Ham bu toshni tavrik qilib tikladim. Bu bizga guvoh bo'lsinki, men hargiz bulardan halqib o'tib sana ziyankesh qilmayman. Sen bulardan halqib o'tib menga ziyankesh qilmaysan. Ikkimizning orasida İbrahim, Nahor va ularning otasi e'tiqod qilgan Xudo hukm qilsin dedi. Shuning bilan Yaqub bu kelishimga vafo qilish uchun o'z otasi Isoq ixlosmand bo'lib kelgan Xudoning nomi bilan qasam qildi. Ondan u tog'da mol bo'zlab qurbonlik qildi hamda tuqqanlarni taklif qilib ular bilan hamdasxon bo'ldi. Tamoqdan keyin ular shu yerda qo'ndi. Otasi tong saharda Laban navrlari va qizlarini so'yib ularga baxt tilab uyiga qaytdi. Xo'sh qarindoshlar, Alam yaratilish 31 bab mazmuniga kelsak, ham 31 babda cho'ng turda, ya'ni ikki abzasga, ya'ni ikki bo'lakka bo'lsak, birisi Laban Yaqubning Labanning qaytishi, yana birisi Labanning Yaqubni qo'g'lab kendan mangish, qo'g'lab kelishi degandek shu ikki cho'ng bo'lakka bo'lindi. Biz oldingi bab mazmunga qisqacha qarasak, ya'ni 30 bab qarasak, 30 babda ya'ni Yaqub ayol Rahila Yusufni tuqqandan keyin Labanga oilam qaytishimga ruxsat qilsangiz deb tunji qatim o'zining planini, o'y xiyolini Laban bilan o'rtoqlashadi. O'rtoqlashgandan keyin Laban deydi-da, ya'ni sen yenimdan ayrilma, men balach sharqili Xudoning senga yarashganligini, mening bundoq beyip ketishimdeki sebebimi, yani Xudoning sening mening yenim bo'lganliging uchun shunga qarshi haq so'rasang shunchalik beray deb turib, shu vaqtda Yaqubga, ya'ni o'ziga tegishli haq berganligini deyishib, ular shuning bilan Yaqub bilan kelishib, mallarni ayirib chiqarmanlar degan o'sha shu mallarni ayirib shu mallarning qilganligini bekitgan emas. Lekin shu vaqtda Laban Yaqubni aldab, dal shu Yaqubga tegishli bo'lgan tag'il chipar, erkak o'shkilar bilan chipar va ahranlik qarlashgan o'shkilarni hammasi astirdan ayirib, ya'ni ballarga baqtirdi emas, ballarga baqtirgandan keyin Yaqub bo'lsa ayrim boshqa mallar bilan baqqandan keyin shu vaqtda Xudoning Yaqubga qanday hamroh bo'lib, ya'ni Yaqubga qanday baxt barakat ato qilib, Labanning shunday qilgan semiz sog'lom mallarning qanday qilib Yaqubga o'tganligini, o'ruq mallarning Labanga qolganligini, shunday Yaqubning bo'lgan siri beyib shunday nurg'un qo'y padlari arayat qullarning paydo bo'lganligini biz oldingi babda so'zlagan edik. Shu vaqtdami Yaqubning bunday xalqi shunday ahvolasi, ya'ni Laban Yaqubni oldigan shunday ahvol ostida shunday bo'lsa-mu, ya'ni Xudoning
Yanalam izchil Xudoning Yaqubga yar bo'lib, Yaqubga mushu Labanning mollarining yani semizini yani Xudoning Yaqubga bo'lgan amrahligi, Xudoning Yaqubga baxt barakat ato qilganligi sababidan mushuna bo'lganligini biz deb o'tgan edik. Buni demismi? Buning sababini yani bugungi 31-babda tafsili ko'ra olamiz. Yani 31-babda Yaqub o'zi mushundaq mollar juplashgan vaqtda Xudo menga ko'rinib deb mushu vaqtda Laban Yaqubni oldigan vaqtida mallarni ayrim o'z ballarga baqtirish uchun aketgan vaqtida Yaqubga boshqa mallar qolgan vaqtida Xudoning alayda Yaqubga ko'rinib degan gap var. Yani 12-oyat qarasak, qara juplashayotgan erkak o'shkilarning hammasi tag'ilib aytib bor. Mening bunday qilishimning sababi Labanning sanqilganlarining hammasini ko'rib turdim. Men bo'lsam sana ko'ringan Xudo deb turib, yani Xudoning alayda, yani Xudo tarafidan mush vaqtda yani sağlam mallarning juplashsa, ularning tuqqan mallarning shu Yaqubga tava mallar bo'lib, yana keyin bir mezgildan keyin Yaqubga mushunday sağlam va mallarning Yaqubga o'tganligining sababini yani Xudo ekanligini, Xudo o'zining Yaqubga alayda barakat va baxt ato qilishidan mushunday bo'lganligini Yaqub o'zimi Xudoning so'zini bu yerda ayollarga deb berish orqali oshkorlaganligi ma'lum. Qisqasi hamda oldingi babda yani 30-babda qanday qilib Yaqubning boy bo'lib ketganligi, ya'ni mushundaq Labanning oldigan mushundaq sharoit ostidami, Labanning Yaqubni oldigan mushundaq sharoit ostidami, Xudoning Yaqubga yor bo'lib baxt barakat ato qilishi bilan Yaqubning mushundaq qisqa vaqt ichida tezlan boy bo'lib ketganligini biz oldi bilan ko'rib o'tgan edik. Bu babda yani 31-babda Yaqubning bo'lsa mushu voqealardan keyin Yaqubning yurtiga qaytishi, yani qaytishi ham shundaqla qashqan vaqtida qashqanligi uchun yani Labandan bexabar, Labanga gap qilmasdan, so'z qilmasdan o'zi xotin bolalarini olib qashqanligi sababidan Labanning ham buni keyin qo'llab kelgan shunday voqeani biz tafsil ko'rib o'tamiz. Ham oldi bilan qarasak, Yaqubning qechishiga turtki bo'lgan sababni biz avval ko'rib o'tishimizga to'g'ri keldi. Biz Yaqubning qechishiga mushunday so'z qilmasdan, Labanga so'z qilmasdan, oldin qatimda o'zining o'y fikrini deganda Labanga ketishimga ruxsat qilsangiz deb ruxsat olmoqchi bo'lgan. Lekin maqatim Yaqub bo'lsa Labanga so'z qilmasdan qechib ketdi emasmi? Shuning uchun Yaqubning da bo'lsa Labanning endi buni qechib ketishiga turtki bo'lgan sabab nimadu deb vaqtimizda biz qarasak, sababini 31-oyatda yani Labanning o'g'illari yani o'zlari bir-biriga yani atamizning butun mol-mulkini Yaqub bo'lib oldi. Uning butun boyligi bizning atamizga taalluq degan gaplarni Yaqub anglaganda biz oldingi babning oxir degan yo'q, yani uzun o'tmay o'riq mollar Laban qilib semiz mollar Yaqubga o'tdi. Shunday qilib Yaqub bargan seri beyib nurg'un qo'y bodilari arayal qullari to'g va eshaklarga ega bo'ldi deb turib Yaqubning beyib ketganligini biz ko'rgan edik. Mushunday Yaqubning beyib ketganligini ko'rgan Labanning o'g'illari bo'lsa Yaqubning mol-mulkiga ko'z qizartib, yani Yaqubga hasad qilib, Yaqubning shu mol-mulklariga avag'an, yani otasining mol-mulklari Yaqubga o'tganligiga hasad qilib, yani ko'z qizartib degan gapi bo'lsa, otamizning asli bu mol-mulk Yaqubga bo'lgan bu mol-mulklar asli otamizning edi. Buni Yaqub bo'lib oldi. Uning butun boyligi bizning otamizga taalluq, yani Yaqubga bo'lgan butun mollar, boyliklar hammasi asli otamizga taalluq edi deb emdi. Chunki bularning otasining mol-mulki o'zlariga miros bo'lib qolgan mol-mulklarda. Shuning uchun mayli Laban bo'lsin, mayli o'g'illari bo'lsin, bularning hammasining mol-mulkni qanchalik mol-mulki bo'lgan nimasining nafsining naqadar cho'ngligini biz bu yerda yani ko'ra olamiz. Yani Labanning o'g'illarining shu gapini anglagan emasmi Yaqub? Ham shu gapini anglagandan keyin ham shundaqla Labanmi? Albatta Laban o'zining mol dunyolar yani boshida kelishgan haqqi uchun mollarni berishadigan bo'lib o'zlari kelishgandan keyin Laban o'zimi Yaqubni aldab, dal Yaqubga tava bo'lgan mollarni bo'lsa astirdan ayirib qilgan bo'lsa-mu, lekin Yaqubning bara shunaqa biz dedik uzun o'tmaydi o'riq mollar Laban qilib semizlar bo'lsa Yaqubga o'tgan bo'lg'achqa Laban o'zimi albatta o'zining mol dunyosi, o'zining mollari Yaqubga o'tganligiga qarab albatta Laban o'zimi xushal olmaydi-da. Shuning uchun Laban o'zimi Yaqubga bo'lgan seriyaligi yaxshi muomala qilmaydigan, yani burunqidek do'stona muomala qilmayotganligini Yaqub o'zimiz sezgan mushuna vaqtda.
Muşunaq Labanmı özü dostan mamilki matıdı. Labanның oğulları mı Yaqubның bütün mal-mülk mal-mülkini bolsa atısıniki dep turib, atısının mal-mülkini bulup aldı dep turib, yani Yaqubqa bir xil düşmanlarca, yani Yaqubның mal-mülkiga, şuna көз qızartayotgan Yaqubqa bo'lgan, yani başqacha şuna bir qalbini, yani başqacha niyetini Yaqub bilganda, sezgan bo'lg'achqa dal mushundaq chaqda Labanmı dostan mamilki qilmaydi, ballarım ham shundaq, dal mushunaq Yaqub o'zi yolg'iz mushunaq qolgan vaqtida dal mush chaqda Parvardigor Xudo Yaqubqa ota bobolaring yashagan yurtingga, urug' tuqqanlaring yeniga qaytgin, yani bargin, men sana yor olman deb Xudo dal mush vaqtda Yaqubga ko'rinib qaytishni aytadi. Shuningga endi bu yerda tüpki sabab nima desa, birisi atrofidagi muhit. Yani özüne taraf muhit bo'lsa Laban, yani Labanның uyi turadigan bo'lg'achqa bu, Labanның mollarini beqiyotgan bo'lg'achqa, o'zining yurti emasdan, shuna bir qarasa atrofdagi muhit bo'lgan seri Yaqubga nisbatan bir yaxshi emas bir muhitga o'zgargan. Ya'ni Labanның o'g'illari ham, Laban ham shuning o'xshash bir muhit, mushundaq ahvol ostida yana birisi eng asosiy bo'lsa Parvardigor Xudo uning ko'rinib qaytgin, men sana yor olman deb turib, dal Yaqubning yurtiga qaytish vaqti saati, yani bu qarsa 20 yil yashaganligini aytadi. Shunga o'xshash 20 yil mush yerda yashab, asli ota-onalari bo'lsa bu yerdan xotin elib qaytishini kutgan bo'lgan, yo'lga solganda xotin elishini mishadan yo'lga, yani aram mushu rayonga yo'l salishi, uning mishadan to'y qilib, mishadan yani xotin elishga yo'l solganda, lekin bu men 20 yil turib qolganda, 20 yil turib qolgan vaqtida dal uning yurtiga qaytishiga sabab, yani dal mushu chaq uning bu o'zi turayotgan aram rayonidan ayrilib yurtiga qaytishiga sabab bo'lgan mushu sabab bo'lgan mushunday ishlar ekanligimizni ko'ra olamiz. Bu ishlar orqali nima ko'ra olamiz? Menimcha bundaq sharoit, bundaq ishlar balkim ahvollar biz o'ylab ko'rsak, bizning sharoit, bizning o'zimizning turmushimiz, hammarimizning turmushida balki mushunday ahvollar yuz berdi deb menimcha bilaman. O'zinglar o'ylab baxsanlar bo'ldi, bir odam, ya'ni insonning psixikasidan elib etgan vaqtimizda har bir insonda bor. Her bir insan bo'lsin, mayli bu hatta hayvonlardan badanglar. Bütün musha jonliqda, ya'ni o'zining bir muhit, ya'ni o'zi ko'ngan, o'ziga nayt tunish bo'lgan, o'zi mushunday xalqi bir o'ziga bexatar deb, o'zi bexatar bir muhit yaratib olgan, o'zining shu jarayon, shu bir bo'shliq ichidan, ya'ni o'ziga o'zining psixik jihatdan bexatar deb o'ylagan, o'ziga tunish bo'lgan shu muhit sharoitdan ayrilmag'i nihoyat ta'sir bir insonning psixik nimasidan qaragan vaqtimizda. Shu balkim biz hammamizning nimasi bo'lishi mumkin. Biz başka bir, mesela özümüzün yurtumuzdan ayrılıp başka bir yurtga berishimizga xeyli cho'ng sabab, xeyli bir qalbimizga xeyli bir turtki bo'lgan, xeyli bir nim bo'lgan, ta'sir qilgan bir ishlar bo'lmasa, biz hargiz yurtimizdan ko'chib boshqa yurtga berib o'ltiraqlashishga va yoki o'zimizning bir xizmat o'rnimizni tashlab boshqa xizmat o'rni tepishimizga yoki xizmat o'rnimizni ishlamayman, chiqitaman deb turib xizmat o'rnimizdan voz kechishga ham bizga oson olmaydi. Şunun o'xshash hatta ba'zilarga nisbatan bir davlatdan bir davlatga qaytishmi ham oson bo'lmaydi. Bir davlatdan yana bir davlatga berishmi ham oson bo'lmaydi-ku. Chunki bu inson o'zi yashab ko'rgan, o'zining yani yashash jarayonida o'zi tunishliq bo'lgan shu joy, shu muhit, shu sharoitlar o'zi yani bexatar his qiladigan mushuna sharoitlar hisoblandi. Bexatar his qiladigan mushuna bir rayon hisoblandi-da. Lekin inson o'zi bexatar his qiladigan mush o'rindan yangi bir yangilikqa, yangicha bir sharoitga, yangilikqa intilishi, yangilikqa o'zgarishi bu nihoyatda oson ish emas. Yani oson nima emas. Shuning uchun ba'zi insonlar balki nima deymiz, tavakkul qiladigan inson, tavakkulni yaxshi ko'radigan insonlar bor. Bular nihoyatda hamda ba'zan nihoyatda bir yaxshi bo'lgan bir xarakterda desakmi bo'ladi. Lekin nima bo'lmasa har qanday insonda shuna bir nima borki, o'zlariga kunib qolgan sharoitlardan, kunib qolgan uslublaridan, kunib qolgan muhitlardan, o'zining kunib qolgan turmush tartiblardan bo'lsin, yangicha narsalarni izlab, yangicha narsalarga intilib, yangicha narsalarga
erishishga ninqimaydigan qo'rqadigan yoki osonlash intilmaydigan yangicha narsani osonlik qabul qilmaydigan ideya jihatdan bo'lsin yangicha narsani izlamaydigan bundaq nima insonlarda asosan har bir insonda asosiyatdan bor bo'lgan bir psixikalik ahvol. Mushundaq ahvol ostida Yaqubmu 20 yil, ya'ni 20 yil o'zi xeyli kunib ketgan, o'zi xeyli yashab o'zining bir ayrim bir oilasimi, o'zining ayrim o'ziga tabe mol mulkimi, o'zining hamma nimasi tayyor, mushundaq bo'lgan mushundaq ahvol ostida Yaqub dahi jazman deymiz, ya'ni ko'chmasam bo'lmaydi, ketmasam bo'lmaydi deb turib o'zi muqarrar bo'lgan, ya'ni to'liq bo'lgan o'zi qaror elib bo'lmagan mushundaq vaqtlarda o'zi Yaqubning ya'ni yurtiga qaytishiga turtki bo'lgan ishlar nima desa, Yaqubning turtki bo'lgan ishlar mana mushundaq ahvol sharoit jihatdan bo'lsin, Labanning o'g'lining so'zlari, andan keyin Labanning muomalasi, hamda muhim bo'lgan Xudoning mushundaq qilgan, ya'ni Xudoning Yaqubga yurting qaytgin, sen yarilman deb turib Xudoning aytgan so'zi mushunday ahvollar. Biz qaraydigan bo'lsak, shunga bayam dedik, insonning psixikasi shundoq deb. Shunga Xudomu bizga xizmat qilgan vaqtda, bizni bir yerdan bir yerga o'tkazmoqchi bo'lgan vaqtida bizni o'zining irodasi bilan yetaklab mengayotgan Xudo, o'zining irodasi bo'yicha bizning hayotimizni asli kunda Xudo o'zining yangi ishlarini, o'zining ulug'ligini, o'zining shunday nimalarni ko'rsatishni asli xohlaydigan Xudo. Xudo bizga baxt barakat ato qilishdan xushal bo'ladigan, xursand bo'ladigan Xudo. Shuning uchun Xudomu bizning kunda o'zining ato qilmoqchi shu baxt barakatidan bizning bahrilanishimizni umid qildi albatta. Lekin inson bo'lsa shunday qilib o'zining sharoiti, muhiti, insonlar nihoyatda ko'p narsalarning to'salg'usiga uchraydi-ku. Ko'p narsalarning to'salg'usiga uchraydi. Shuning uchun Xudo insonga xizmat qilganda, ya'ni Xudo insonni o'zining irodasi uchun bir yerdan bir yerga yo'tkab yoki bir ishdan, ya'ni o'zi xohlagan, o'zi tayyorlab qo'ygan shu doiraga yo'tkash uchun anqaldi bilan Xudo insonning qalbiga xizmat qildi. Balkim ba'zan vaqtida atrofidagi odamlar orqali undaq yoki uchurlarni yetkazishi mumkin. Ya'ni hozirgi o'rindan boshqa o'ringa borishi uchun yoki hozirgi ishdan emas, balki Xudo tayyorlagan ishga asosan, ishga nisbatan oldi bilan bir boshqa odamlar, atrofimizdagi odamlar orqali sizga uchur yetkazishi mumkin. Aqdan uchur yetkazish orqali bara bizni tayyorlaydi-ku. Uchur yetkazishi mumkin. Aqdan shu o'zimizning turgan sharoit, muhitlarimiz ichida ba'zan bir ish va kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, ba'zan bir ishlar, ya'ni turtki bo'lgan ba'zan bir ishlar yuz berishi mumkin. Shunday asosan kichikdan, ya'ni Xudo bizning qalbimizni tayyor qilib, bizning ya'ni ichimizdagi, ya'ni insonga eng muhim turtkilik ya'ni turtkilik bo'lgan narsa o'zi odamning qalbi emasmi? Shuning uchun Xudo izchil bizning qalbimizga xizmat qilib turib, andan keyin shu vaqtda dal Xudoning vaqti soati kelgan vaqtida Xudo o'zi dal shundaq o'zi, ya'ni bu ishga qilishib, ya'ni Xudo bizni o'zi tayyorlagan, o'zi yetaklamoqchi bo'lgan shu muhitga yetaklaydi. Shuning uchun biz Yaqubningmi turtki yurtiga qaytish uchun Parvardigorning Yaqubni o'z yurtiga boshlab menish uchun qanday ishlar orqali Yaqubning qalbini o'zgartganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Endi ikkinchi mazmun bo'lsa Yaqubning qaytishi. Yaqubning qaytishi ham shunday qashqan Yaqubni qo'g'lab, Labanni qo'g'lab berishi degan mazmun. Endi bu yerda biz qarasak, Xudoning Yaqubga yurtiga qaytishini takrorlaganligini ko'ra olamiz. Ya'ni biz boshda qachon bu Yaqubga Xudoning qaytishini aytganligiga, ya'ni vaqtimiz mallar Yaqubga o'tadigan vaqtida, ya'ni mallar juplashdi biz 31-bob 10-oyatdan 13-oyat qaraydigan bo'lsak, 13-oyat bo'lib 13-oyatning eng oxirgi qismiga qaraydigan bo'lsak, ya'ni Xudo deydi-da, ya'ni Xudoning Yaqubga Labanning mollarini, ya'ni semiz va mollarini Yaqubga elib berishligi sababining Yaqubga Xudoning, ya'ni Labanning qilganlarini hammasini ko'rib, ya'ni Yaqubni qo'g'dab Yaqub baxtda taqalgan degan emasmi? Shu vaqtda deydi, men senga baytalda ko'rgan Xudo olman, bir tash menga tab xotir qilib tikilgan eding, yo'q qo'ygan eding, men qasam bergan eding, endi sen o'z yurting qaytib ketishga hozirlan deb Yaqubni qaytib ketishga tayyorlik qilishini, hozirlanishini aytgan. Shu vaqtda birinchi qattim, ya'ni qaytishini aytgan emas. Endi ikkinchi qattim bo'lsa,
Labanning o'g'illari Yaqubniki atamız mal dunyasini tatib oldi degan vaqtida tekrorlab Yaqub endi Xudoning shu vaqt ko'rinib qaytgin men sana yordam berdi ikkinchi qatam tekrorlaganini ko'rib olamiz. Xudo Yaqubga shunday yurtga qaytishni shu ikkinchi qatam deganligini yana 31-bobdagi 31-bob 3-oyatdagi Parvardigorning Yaqubga ko'ringanligi degan so'zining bu vaqtda takror degan so'z ekanligini biz ko'ra olamiz. Ham biz qarasak Yaqub qanday qilib qochib ketgan, ya'ni bolalarni elib, butun mollarini elib, qanday qochib ketgandi degan vaqtimizda biz 31-bob 19-oyatga qaraydigan bo'lsak, Rahila otasining butlarini o'g'irlagan emasmi? O'g'irlagan qanday vaqt o'g'irlagan deydi? Ya'ni Rahila otasining Labanning qo'y qirqig'ili ketganligidan foydalanib, uning butlarini o'g'irlab oldi deganligidan biz bu vaqtda Labanning qo'y qirqig'ili boshqa ketganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni Laban qo'y qirqig'ili boshqa ketganda Yaqub o'zining balchaqlarini elib, mol dunyolarini elib qochganligini, ya'ni mushu paytdan foydalanib Yaqubning qochganligini ko'ra olamiz. Bu vaqtda Rahila qochgan vaqtida o'zining otasining, ya'ni butlarini elib ketganligini ko'ra olamiz. Bu butlarning qanday but ekanligini biz oxirsida yana tafsiliy ko'rib o'ta olamiz. Endi bu yerda Yaqubning o'g'irlik qechishidagi sababi nima? Başta Yaqub Labanға degan emasmi? Endi men ailemni o'ylamasam bo'lmaydi. Mening qaytishimga ruxsat bergaysiz deb turib, ruxsatni olish uchun 30-bob qarasak Labanға degan. Lekin 31-bob kelgan vaqtda biz abiyamni bir qatam sababini degan edik. Endi yana konkret Yaqubning nima uchun qaytish niyati kelganligiga nisbatan biz ko'rib o'tsak, ya'ni Yaqubning Labanға degan so'zini ko'radi. Labanning degan so'zlar orqali, ya'ni qizlaringizni qo'limdan zo'rlik bilan tortib ketarmikin deb o'yladim. deb o'ylab, yani intayin qo'rqib qochdim deydi boshda. Ya'ni Yaqub Labanға, ya'ni qizlarni o'zining ayollarini, ya'ni ikki ayolli bu vaqtchalik 11 nevrasi, ya'ni 11 farzandi bo'lib qolgan emasmi? Shuning uchun Laban ya'ni o'zining qizlarini, nevralarini zo'rlik bilan tortib ketishidan, ya'ni qizlarni tortib ketishidan qo'rqqanligini, o'zining qizlarini tortib olishdan qo'rqqanligini. Ondan keyin Yaqubning yana bir gapi bor. 42-oyat, 31-bob 42-oyat qaraydigan bo'lsak, agar Xudo menga yor bo'lmagan bo'lsa, ya'ni Xudo sizni ko'rmagan bo'lsa, siz meni cho'qim quruq qo'l qaytargan bo'lardingiz deb. Yaqubning nimadan qo'rqqanligi bu yerda qizlarini ham tortib olish emas. Labanning o'zining qizlarini ham emas, hatto shu erishgan mol dunyolardan mal mulklarni hamda tortib olishdan qo'rqib qochganligini biz ko'ra olamiz. Bundan alqi Yaqubning Labanni chunqur tushunib yetganligini ham biz ko'ra olamiz. Yani Yaqubning Labanning aldamchi mal mulkka, mal dunyoga erisman shunday bir odam ekanligini, qattiq qo'l odam ekanligini ham tushunib bo'lganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Shuning uchun bu yerda Yaqubning qochishlik sababini o'zining Labanning o'zining qo'lidagi yani qizlar, ayollari bo'lsin, mayli bolalar bo'lsin, mayli mol dunyolari bo'lsin, ap qilib tortib olib, Yaqubni quruq qo'l yo'lga sep qo'yam degan deb Yaqub o'zi Labandan qo'rqib o'g'irlikcha Laban qo'y qirqil ketgan vaqtda qashqaligini ko'ra olamiz. Bu qaytish uchun qilgan tayyorligi uchun ham Yaqub ayoli Rahila bilan Liyaqqa odam evatib, ya'ni o'zi qo'y vaqtidan chaqirib keldi emasmi? Chaqirib kelib deydi. Bu ayollarga degan gapini biz qaraydigan bo'lsak, ya'ni nima deydi desa, ya'ni otanglar meni oldida, ya'ni dadanglar menga burunqidek do'stlar muomala qilmayotdi. Atam menga, ya'ni atam e'tiqod qilgan Xudo menga yor bo'lganligi uchun otanglar menga ziyon solamidi. Garchi u meni aldab ish haqimni o'zgartgan bo'lsa-mu, Xudo uning menga ziyon yetkazishini xohlamidi deb turib, Xudoning uningga qanday barakat ato qilgan. Ya'ni ayollarga ham bu mollarning qanday qilib o'ziga tava ekanligini ham tushuntirdi-da. Bir xil logikalik holatda ayollarni tushuntirgan, ayollarni qoyil qilganini biz ko'rib olamiz. Ana shunday, ya'ni ayollarni boshlab kelib chaqirtib, ayollarni qoyil qilgan ekan, ayollarmi Labanning o'zini qizlarni bo'lsa, talaning odami, sirtning odami deb turib, to'yliqlarimizni yeb ketdi, farzandlar bu mol dunyosi deganingiz, bu mol dunyo asli dadimizga emas, sizga tava deb turib Yaqubning gapiga qo'shilib, ya'ni
bu mal dünya sizga, bizga, bizning farzandlarimizga mansub. Xudo nima degan bo'lsa shuni qiling deb turib, ayollarmi Yaqubning fikrini qo'llaganlarni biz ko'ra olamiz. Shunda qilib Yaqub ayollari bola chaqalarini, butun mol-varalarini haydab, o'zining to'plagan mol-mulklarini olib, qochishni niyat qilib, endi Laban qo'y qirq qilib ketgan vaqtida qochib ketganligini biz mishanda ko'ra olamiz. Ondan bir qarasak biz nima Yaqub qaçqandan keyin, ya'ni Laban bo'lsa, qo'y qirqilib ketgan vaqt emas, shu 3 kundan keyin Yaqubning qaçqanligi xabarini anglaydi-da, anglab, u o'zining tuqqanlarini yig'ib berdi, o'zining qabilasini, o'zining nimasiga taba, tuqqanlarini elib Yaqubni qo'g'lab 7-chi kuni kelganda Yaqubga yetishib, endi Gilat degan yerda shu joyda Yaqubga yetishganligi aytmazmi, ham shundaqla. Laban Yaqubga yetishadigan kunisi shu vaqt oqshimi, shu kunisi kechda Xudoning uningga ko'ringanligi ma'lum. Biz qaraydan mushu mazmunlar orqali nima ko'ra olamiz? Laban bu yerda o'z tuqqanlarini elib Yaqubni qo'g'lashidagi maqsad nimada degan bir savol bizga paydo bo'ldi. Agar bu hamda uzun uzqish xiyol bo'lgan bo'lsa, o'zi va o'zining bolalarini elib yo'l chiqsa bo'ladi, lekin bu u yerda o'z tuqqanlarini elib yo'lga chiqishi, ya'ni Yaqubni qo'g'lab yo'lga chiqishi, balkim bayam Yaqubning e'tirof qilganiga o'xshash, bu o'zining Yaqubning mol-mulklarini, o'ziga tava bo'lgan qizlarini degan Yaqubning qo'qqiniga o'xshash shu vaqa balkim shu narsani niyat qilib qo'g'lab urug' tuqqanlarni olib Yaqub bilan to'qinish maqsadi, ya'ni Yaqubning qo'lidan shu o'ziga tava mol dunyolarni balkim tatib olish maqsadida yo'l chiqqanligini biz bu yerda tushuna olamiz. Biz qarasak bu yerda 31-bab 29-oyatda Laban deydi, aslida adibingni bergan kuchimmi bor deb turib, ya'ni Laban o'zining qursoq ko'pigini, ya'ni noroziligini, Yaqubga bo'lgan noroziligini, ya'ni Yaqubning o'zini aldab qizlarini asirga o'xshash elib ketdi deb Laban o'zining noroziligini deydi, qizlarini asirga o'xshash elib ketdi deb gap so'z qilmay qochqanligini, nari qizlarni hatto so'yib qo'yish fursatini bermaganligini aytib turib, hatto butlarni mayib qochqanligini deb turib, yerda Yaqubga degan so'z nima desa, men seni adibingni bergan kuchim bor edi deb turib, asli Yaqubning adibini berish uchun urug' tuqqanlarni elib, tuqqanlarni to'plab Yaqubni qo'g'lab yo'lga chiqqanligini, bu yerda chiqqan niyatini biz ko'ra olamiz. Lekin o'shanda ya'ni 29-oyat 31-bab 29-oyatda lekin deydi, tunugin kecha atang e'tiqod qilib kelgan Xudo sang to'sqinlik qilmasligini aytdi deb Xudo Labanning tushida ko'rinib, uning ehtiyot qil, Yaqubga to'sqinlik qilma degan emasmi? Xudo Labanga ko'ringanligi uchun Yaqubga to'sqinlik qilmasligini Xudo alayda Labanning tushi ko'rinib shuni aytganligi sababidan Laban o'zining dastlabki niyatidan yenib Yaqub bilan mushunaq paranglashib, ya'ni oxirsida kelishim tuzib, ularni yo'lga solib qo'yganligini biz ko'ra olamiz. Endi mishada biz ya'ni diqqat qilib o'tish narsa nima desa, Yaqub bilan Labanning ikkisining so'zlari orqali bu yerda Yaqubmi deydi-da, Yaqub noroziman deb turib, ya'ni Labanning butun mol-mulklarini albatta boshda Laban o'zining butunining yo'qolib ketganligini sabab qilib, butun o'zining butunini tepish uchun Yaqubning mol-mulklarini, qizlarining mol-mulklarini, shu barliq mol-mulklarni axtarib topolmaydi emasmi? Shu chiqmaydi emasmi? Shu vaqtda Yaqub ya'ni o'zi g'azablanib, Labanning Yaqub butun mol-mulklarini axtarganligidan g'azablanib, men 20 yil japalik hayotlik, ya'ni japalik 20 yillik japalik ishilganligini, qanday issiq sovuq, qanday dardlarni, issiq sovuq tatgan dardlarni aytib turib, o'zining barliq qursoq ko'pini, ya'ni 20 yillik japalik hayotidagi o'zining yig'ilib qolgan barliq qursoq ko'pigini Labanga so'zlaydi emasmi? So'zlagan vaqtida bularning o'zining markaz qilgan nimasi bor, ya'ni bularning orasidagi bir ziddiyatni, bir tubki mushunda bir ziddiyatni keltirib chiqarganini biz boshdan boshlab dedik. Da'vatimiz ham noroziliklar orqali bular orasidagi ziddiyatning asosiy sababining bu yerda haq, ya'ni mol dunyo ekanligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Ya'ni Yaqub izchil deydi, ya'ni qizlariga degan vaqtida, men Rahila bilan Liyani chaqirgan vaqtidami
Атаңлар мені алдап, іш хақымны 10 қаттам өзгертті деп тұрып 31 бап 7 аятта, яғни Райла білән Лияқы дейді. О мені алдап, іш хақымны 10 қаттам өзгертті дейді. Анан lekin miyadimi, яғни 41 аяттымы. Мен сізге 20 ел ішілдім, 2 қызыңыз әлі үшін 14 ел ішілдім, падылар үшін 6 ел ішілдім, шұнақ болсым, іш хақымны 10 қаттам өзгерттіңіз деп тұрып, өзінің іш хаққыны қалғанша өзгерткәлігін, яғни Яқыптың бет назар тұтқыны, Яқыптың көперек елгі, өзінің құрсақ көпеге немеден келген, Яқыптың Лабанға ғазапланып, Лабанға болған наразылығының түпке сәбі болса, шу Лабанның Яқыптың алдығалығы да өзінің point, яғни мәркізі бұның сөздер арқылы бұның қалбідегі зиддет, яғни Яқыптың қалбідегі ең жоң наразылығының Лабанның Яқыптың ісчіл алдығалығы денгенлігini біз көре алалаймыз. Яғни Яқып болса Лабанның ісчіл өзінің алдығалығыдың, яғни 10 қаттам өзгерттіңіз, әқім тоқтамай өзгерттіңіз деп тұрып, Лабанның алдамшылығыдың наразылығыны білдірсе, Лабан болса Лабан арсын есаплайды. Лабан болса, яғни өзінің мал дүниясының Яқыпқа өтішідін, яғни Яқыпқа тәбә болышыдын әнсіреп Яқыптың алдыған емес му? Шу вақтыда әмді бұл Лабан болса, өзінің мал дүниясы, яғни біз баш көйген вақтымызды Лабан му, Яқып достаны muamele қылмаслық сәбәбі му, өзінің малларының өзім маллар içinden en yaxşıları, hatta Yaqub'a ötüp ketkenliklerini, Yaqub'un bayı ketkenliğinden şundaqның болғанлығыны, hatta ballarının mu Yaqub'ның mal dünyasının aslı özü atısı təvəşkənliğini deganligi için biz görə alalıyız. Bu yerdə iş haqqımni özgərtdiniz degan şu söz arqılıq biz bulan arasındaki narazılıqның bolsa, şu Yaqub'ның narazılığı bolsa aldamçılık arqılıq толған, yani Yaqub bolsa Labanның aldamçılığıdan şu kadar narazı болғанлығыны. Labanның tüpke niyeti bolsa, hem de bir yerde özüge təvə edip qarab alған, Yaqub'a bəyməzliğini qan şu mal dünya işgənligini biz bir yerde görə alalayımız. Biz qarasaq müşahede nemişen hem de bir yerde Yaqub'ның nemesini görmesek, Yaqub mu başta aksını aldı diye, atısını aldı diye. Hatta bir Yakup mu başta özü nimeni gözlegen, özünün şu atısının, yani özü tuncu oğulluk maras hukukunu eriştiki sebebinin nemişkeligen biz ısçıl sözlüdük. Anın dikin atısının xeylik duasını erişçin qılğın qılıqları arqılıq biz Yakup'nın gözlegen məqsinin nemişkeligen biz degen emes mi? Ken Yakup özü quruq qol üydün yağız yolga çıqıp Labanның үйі kelip, yani 20 yıl japa muşaqqat tatip, şu japa muşaqqatlik işləş arqılıq öz əmgigi bilen erişken mal dünya. Yani öz əmgigi bilen muşunçalik orundan turgan vaqtıda muşun jarayan 20 yıl jarayanda özümü oxşaş, yani özümü aksı bilen atalarını aldığanlığı oxşaş, özümü izchil aldanıp Xudamı biz nima deymiz, bu Yaqubni tarbiyalash uchun, Yaqubni o'zgartirish uchun, Yaqubni tavlash uchun, ya'ni o'ziga o'xshash bir odamga avatganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Shuni qarasak biz doim odamlar doim o'ziga o'xshab qolgan, nima deymiz, o'xshash odamlar bir yig'ilganligini biz chiq ko'ra olamiz. O'zing mijaz san'atlar olsun, o'zing o'xshash bir odamlar bir kelganligini biz ko'ra olamiz. Bu orqali odam o'zining kamchiligi, o'zining özgərtiş tegishlik, özünün kesiş tegishlik, özünün hakikaten taşlaş tegishlik, kamchillik, nuqsanlarını, hatta özünün özgərtişinin adam özügiden eskilishini ait tez. Adam öz Xudanın aldığında şu kadar Xudanın sözü bilen, Xudanın sözünü aynak qilib turib, özünü körüp turmuş, yani özünü tüven tutup, Xudanın aldığında özünü tüven tutup, özünün günahkarlığını itiraf qilib, Xudanın aldığında nahayet nim qılmasa, özünün qanchalik günahkar ekanligini, özünün nuqsanlarını göremeydi. Lekin insan özgərtiş нәрсәләрне, özüge o'xshash odamlarni, o'shunaqa ishlarni, ahvollarga uchirgan vaqtida, shaqqitan o'zining o'shunaqa odam ekanligini, o'zining o'shunaqa nuqsonliklari, o'zining o'shunaqa kamchiliklari borligini es qila oladi. Shunga o'xshash Yaqubmu dastlabda shunday aldamchilikqa Xudanı tunuşdan burun, yani özüm şuna baxtli turmushni arzu qilib, hatta tunji o'g'illik miras huquqini talashib, xayrlik duoni talashib, aksini aldab, atisini aldab qilgan bo'lsa, bu yerda ham shu o'zi boshqalar qilgan, yani atisi bilan aksi qilgan ahvolni o'zi beshidan kechirdi bu jarayonda. Yani Laban arqali o'zi qilgan ishlarni bu nihoyat cho'nqir tegidan
yetidi-da, tegi yetidi. Bir hesapda mush arqılıq, balki mushunda jarayonlar arqılıq bu aksi qilgan ishlardan, xatoliklardan tövbe qildigan, atisi qilgan, ya'ni aldamchiliklardan tövbe qildigan, o'zining shu qanday odam ekanligini ko'rib, Xudoga haqiqatan tayinib, Xudoning oldida o'zgarishga boshlashiga bo'lgan, turtki bo'lgan asos sabablar dal mush 31-32 boblar orqali Yaqubning yana o'zgarishiga asta-asta qanday qilib o'zgarishga qarab manganligini biz mushu boblar orqali, mushu mazmunlar orqali ko'rib o'tadigan mazmunlar. Shuningdek endi biz mushu yana mol dunyo, ya'ni Laban bo'lsa o'zining biz izchillik, ya'ni mol dunyoga shu qadar qilgan nafsi garlik qilgan mol dunyoni o'zi shu qadar muhim, mol dunyoni ustun qo'yib mol dunyoga bo'lgan nemisi bilan hatto balchaqlar bo'lsin, o'zining atrofidagilar bo'lsin, mol dunyoni markaz qilib turib muomala qilganligini biz ko'rib o'tgan bo'lsak, shu Yaqubning bo'lsa ham shunda mishaydi. Yaqubning ham bu yerda noroziligini bo'lsa shu aldamchilikqa haddidan ziyoda sezgir, ya'ni Labanning aldiganligi sababi, o'zini qanchalik aldiganligi sababidan shu qadar ko'p qursoq ko'piga tatqanligini ham biz bu yerda biz panda nasihatlar birinchi bob qaraydigan bo'lsak, panda nasihatlarda bo'libmi izchil qaraydigan bo'lsak, ya'ni cho'ng bir temalar bor. Panda nasihatda 8 cho'ng tema bor, ya'ni ikki xil yo'l bo'lsa, ya'ni haqqoniylar yo'li bilan yomonlar yo'li deganga o'xshash. Biz bo'lib panda nasihatlar birinchi bobda men nima chiqargan o'xshash. Panda nasihatlarning tubki maqsadi shu birinchi bob 2 oyatdan 7 oyat bo'lsa, bu yerda tunji qatim o'tir qo'ygan narsa nima desa, odamning nafsining Xudodan ayminish, Xudodan qo'rqishga to'salg'i bo'lgan eng chong to'salg'i ekanligini bu panda nasihatlar birinchi bobda deydi. Ya'ni odamning nafsi degan narsa nima desa, bu nafsini qanday bilamiz desa, ya'ni birinchi bobda nima deydi desa, o'g'lim, yomonlar seni ozurib, jur uni aldaylik, qon to'kaylik, uning mol dunyosi orqali o'zimizning xazinamizni to'playlik, ularning o'ljilari orqali o'zimizni to'playlik, boylik yig'aylik degan o'xshash nimalarga ularning ozdirilishiga kirmagin deb turib, ularning ozdursa, ularning yo'liga kirmagin, ularga yo'ldosh bo'lmagin, ularning nimasiga kirmagin deb turib, balki yashada tubki ikki so'z ko'p uchraydi. Birisi nima desa, ozdirilishiga kirmaslik, yana birisi bo'lsa ularning yo'lida manmaslik degan o'xshash. Ham bu yerda ozdirish degan narsa nima desa, bu ozdirilishning tubki sababi nima desa, odam o'zida o'shining bo'lgan nafsining bog'ligi, ya'ni bu nafsi avoyi nafas deymiz, nafsi ixtiyori deymiz. Nafas ixtiyori, odamning ixtiyori, nafsi xohishi deymiz. Bu narsalar nima desa, bu har bir odamning o'zida bor bo'lgan bir asli gunoh, ya'ni odam oti bilan havoni davrdan boshlab kirgan, bu biz yo'qolib ketmagan bir gunoh. Biz bo'lsak Rabbisi orqali Xudoning kechirimiga erishdik. Ham shunday biz gunohkorlik tabiatimizni Xudoning, ya'ni mehr shafqati bilan, Rabbisining bizga ato qilgan shu mehr shafqati bilan yangi tabiatga ega bo'lish uchun biz doim har kun isloh qilishimiz kerakligimiz izchil davatimiz. Bu isloh qilish degan narsadagi tubki markaziy degan eng asosiy yildiz nima desa, bu o'zimizning nafsimizni isloh qilishimiz. Kunda o'zimizning nafsiy shu xohishimizni isloh qilishimizning ana shu eng asosli o'zgartish tegishli bo'lgan bizning yildiz ekan. Bizda tutayotgan shuna gunohning yildizining nafsiy xohish ekanligini aytadi. Shunga o'xshash bu nafsiy xohish odamni dunyodagi narsalarga qiziqtirdi, dunyodagi narsalarga qildi degan o'xshash. Bu dunyoning narsalarini biz nimaga markazlashtiramiz desak, dunyo degan narsa asosi mol dunyo deymiz emasmi? Shuning uchun biz mol dunyo, bu bizning tilimizda dunyo degan narsa, mol dunyoga qiziqib, mol dunyoga nafsgarlik qilib, yani bu mol dunyo degan narsa bizga nisbatan yaxshi bir so'z hisoblanmaydi-ku. Shuningga o'xshash odamdagi qalbidagi tubki Xudoga yaqinlashish, Xudoga ayminish, Xudoga qarash, Xudoning so'zlarini suyish, Xudoning so'zlariga intilishimizga eng chong to'salg'i bo'lgan narsa dal bizdagi nafsiy xohishimiz. Shu bu nafsiy xohishimizdagi konkret ifodalanishi, ya'ni bizdagi harakatimizga, hayotimizga konkret ifodalanishidagi nafsiy xohishimizga bir hayotimiz ifodalanishidagi nima desa, ya'ni ko'zlagan narsaning birisi, ya'ni shu mol dunyo ekanligini biz ham ko'ra olamiz. Shuningdek Yaqubning ham
mushu nafsiy xohish o'zining ko'zlagan yani dastlabki ko'zlagan mushu nafsiy xohishi bo'lgan yani tunji o'g'li miros huquqini tatib olishga nafsiy xohish bo'lsin otasini aldab yani xayrlik duoni erishishga ko'zlagan shu nafsiy xohishining bo'lsin yani o'zining shu mol dunyo mushu narsalar ekanligini biz oldin deb aytgan emasmi endi bu Yaqub dal mushu yani o'zi bilan o'xshash bo'lgan yani Labanga uchrashish orqali Labanning oilasida yashash 20 yil yashash jarayonida yani mushu jarayonlarda Yaqub nimani o'rgandi desa mushu jarayonda biz Yaqub deydi izchil Xudo menga yor bo'lganligi uchun deydi emasmi bu gaplar orqali nima desa Yaqub o'zining nafsiy xohishini qanday qilib Xudo orqali Xudoning so'zi orqali Xudoga tayinish orqali mushu narsani yani yo'q isloh qilganligini biz endi mushu bundan keyingi oyat mazmunlar orqali biz ko'rib o'talaymiz ya'ni biz bayon dedik odamning Xudoning oldiga kelishiga to'sqinlik qilgan narsa nafsiy xohish dedik emasmi shuning o'xshash odamlarning Xudodan ayminishi Xudodan qo'rqishiga to'sqinlik qilgan narsa odamning nafsiy xohishi dedik shuning o'xshash Xudo Yaqubni butunlay o'ziga tayinlagan o'zini tunuydigan qilish uchun shunday 20 yil Labanning uyida shunday tavlash orqali Yaqubning Xudo o'zini tunish uchun o'zini haqiqiy tushunish uchun Xudo o'ziga tayinib yani otasi Isoqqa ixlos bilan e'tiqod qilgan Boaz Ibrohimning e'tiqod qilgan shu Xudoni tunib o'ziga qanday tayinib o'ziga haqiqiy o'ziga tayindigan bir Yaqub qilish uchun mana 20 yil Labanning uyida bundan keyingi mazmunlarda ham tanlash Yaqubni qanday tavlaganliklarini ham ko'ra olamiz shunda biz panda nasihatlar qarsaqmi odamlar ya'ni ikki xil yo'l haqqaniylar yo'li yana birisi yomonlar yo'li degan vaqtida bu yerda yomonlarning tayindig'i nima desa mol dunyodagi narsalarga tayinib dunyoga o'zining nimasini markazi qalbini dunyoga qo'yib yani dunyodagi narsalarga intilib dunyodagi narsalarga tayinib mol dunyoga tayinib mol dunyoni o'zining qo'rg'ini mol dunyoni o'zining tayanchi mol dunyoni boyliqlarni mol dunyoni hamma narsani hal qiladigan narsa deb turib nasihatlar o'qisanlar aytini chiqadi dunyoning odamlari yani yomonlarning yo'lining shu mol dunyoga tayanganlarning yo'li ekanligini lekin Xudoga tayanganlar Xudoga tayinib Xudoga ishonchini bog'laganlarning yo'lining haqqaniylar yo'li ekanligini shuning uchun bu Xudoga tayinib Xudoga tayangan haqqaniylarning bo'lsa Xudodan aymindiganlar ekanligini Xudoga aymindiganlar bo'lsa shu Xudo o'zining yani bu nafas degan narsa nedan keyin ibraniy tilida napish degan gap bu shu bitan bizga kelgan so'z bu napish degan gap shu qandaq nimaga qarab yaxshi yomonligini biz buni qila olamiz shuning bizning tilimiz shunaq bu nafsigurlik desa bu salbiy jihatdan ishlangan bilan nafsi degan narsa ba'zan intilishi orzusi degan narsa bo'ldi shuning uchun biz Xudoga tayinishni bilgan vaqtimizda Xudoning so'zi orqali o'zimizning barliq orzularimizni barliq umidlarimizni Xudoga qo'ygan vaqtimizda Xudo orqali biz o'zimizning bo'sh qalbimizga intilishimiz xohishimiz ilmimizni Xudo orqali biz bularni to'ldirgan vaqtimizda Xudoning so'zi orqali to'ldirgan vaqtimizda bu Xudoga tayindiganlar Xudodan aymindiganlar bo'lsa haqiqiy haqqaniylar yo'lda yani Xudoga tayindigan o'zining nafsini xohishini Xudoning so'zi bilan isloh qilib Xudoning so'zi orqali xo'shallik topib Xudoning so'zi orqali qanoat topadiganlarning haqiqiy Xudodan aymindigan shunday Xudodan aymindigan haqqaniylar yo'li ekanligini aniq aytadi panda nasihatlarda shuningdeklar biz bu yerda Labanning bo'lsa mol dunyoga tayindigan shu yo'lda manganligini endi bu yerda Yaqubning bo'lsa burunqi shu hayotidan endi asta qanday qilib haqqaniy bo'lgan Xudoga e'tiqod qilgan Xudoga tayindigan shu yo'lga menib shu yo'lda qanday tavlanayotganligini hamda mushunda jarayonlar mushunda hayotidagi egiz pastliklar mushunda jarayonlar orqali qanday qilib Yaqubning Xudoga tayindigan Xudoning obrazi orqali yangi tabiatga ega bo'lgan bir Yaqubga aylanganligiga oid mazmunlarni biz bundan keyin ko'ramiz mushunda jarayonlar orqali mushunda ishlar orqali Yaqubning o'zgarishi turtki bo'lganligini biz ham ko'rib o'talaymiz bayon degan o'xshash endi oxirida ya'ni Yaqubga yor bo'lgan Xudo degan vaqtida ya'ni Yaqub yerda izchil deydi
ayollarım deydi. Xudo menga yar bo'lg'achga atanglar men, ya'ni atanglarning meni aldab menga ziyon selishidan qo'g'di deydi. Labangim deydi. Menga Xudo yar bo'lgan Xudo, ya'ni menga Xudo menga yar bo'lmagan siz cho'qim men quruq qil qaytirgan bo'lardingiz deb turib, ya'ni Xudo meni dardimni jabal ajrim ko'rib tunungi sizga ko'rinib sizni aybladi deb deyish orqali, ya'ni Xudoning Yaqub qanday yar bo'lganligini, hatto shu mol dunyoning ham Xudoning o'ziga qanday yar bo'lib, o'ziga qanday qilib shu baxt barkatlik ato qilib shu mol dunyolarga erishtirganligini ham Yaqubning bu yerda beshdan kechirganligini, ya'ni anqirganligini biz buning so'zlari orqali ko'rib olamiz. Demek bu 20 yıl jarayonida Xudoning Yaqubga yar bo'lib, qanday baxt barkat ato qilganligini Yaqub anqirab, bütün baxt barkatning, bütün mol dunyo olsun, bütün narsaning manbasi, ya'ni ato qiluvchi kelish manbasining Xudo ekanligini anqirashga boshlaganligini biz bu mazmunlar orqali ko'rib yetalaymiz. Xudomu oxiri yig'inchalasak Xudoning Yaqubga yar bo'lib, uni Labanning endi yashagan 20 yil jarayonida Labanning Yaqubga ziyon selishidan qo'rg'anligini, ham shundaqla qochib chiqqan Yaqubni qo'g'lab tuqqanlarni elib kelgan Labandan keladigan barliq xavflardan, uning mol dunyolarni qochib ketishi, elib ketishidan, shunday xavflardan qo'g'digan Xudo ekanligini, Yaqubning buni tunib yetganligini biz shu mazmunlar orqali ko'ra olamiz. Ma'qul qarindoshlar, bu mazmun bek uzarab ketdi, kechirsizlar. O'sha mazmun jiqlab ketdi. Ma'qul amsiga hammanglarga Xudodan kelgan cho'nqur tushuncha, ya'ni muqaddas ruhdan kelgan aql farosat ato qilib, shunday ya'ni Xudoning so'zlarini texim cho'nqur tushunishinglar uchun sizlarga ro'shan qilib, aql farosat, ham shundaqla Xudoning so'zidan kelgan bilim ato qilishini, Xudoning sizlarning ko'zlaringlarni, ro'yi ko'zlaringlarni, quloqlaringlarni ochib, texim Xudoning so'zini anqira oladigan hayotingizning har bir doiralarida Xudoning so'zi bilan yashashinglarga turtki bo'lishini Xudodan tilayman. Hammanglar omon bo'linglar. Biz keyingi sonda ko'rishaylik.